Assalomu alaykum. Hafta davomidagi eng so'nggi shou biznes yangiliklari bilan efirda Pro Novosti dasturi studiyada boshlovchingiz Guli. Bugun dasturimiz davomida taqdim etmoqchi bo'lgan yangiliklar bilan qisqacha tanishtirib o'tsam. Bugun dasturimizda Tohir Sodiqovning 35 yillik yubiley konsert dasturi bo'lib o'tdi. Hafta davomida qanday premyeralar bo'ldi? Brad Pitt Angelina Jolie bilan qanday ajrashgani haqida gapirdi. Billie Eilish American Music Awards taqdirlash marosimida yilning eng yaxshi artisti deb topildi. Xonanda Billie Eilish, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter va boshqa xonandalarni ortda qoldirdi. U American Music Awards taqdirlash marosimining yil artisti mukofotini qo'lga kiritdi. Taqdirlash marosimi Las Vegasda bo'lib o'tgan. Bu haqida Billboard jurnali xabar bergan. And the American Music Award goes to Billie Eilish. Bu aql bovar qilmaydigan ajoyib holat, dedi xonandaning o'zi gastrol safarida bo'lgan vaqtidagi video murojaatida. American Music Awards mukofoti 1973-yilda Grammy mukofotiga muqobil sifatida tashkil etilgan. G'oliblar har qanday internet foydalanuvchisi ishtirok etishi mumkin bo'lgan onlayn ovoz berish natijalariga asoslanib aniqlanadi. Nomzodlar savdo hajmi, video kliplarni ko'rishlar soni, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi faollikni hisobga olgan holda aniqlanadi. Angelina Jolie va Brad Pitt 8 yillik sud kurashlaridan so'ng o'tgan dekabr oyida nihoyat ajrashgan edi. Aktrisa nafaqat Bradni qo'pol munosabatda ayblagan, balki bizneslardan birini millionlab dollar aksiyalarini olishni ham kutgan edi. Brad Pitt Angelina Jolie bilan shov-shuvli ajrashgani haqida gapirdi. Brad Pitt o'zini bosib olganini va bu borada tashvishlanishni to'xtatganini tushuntirishga harakat qildi. U GQ nashriga bergan intervyusida deyarli butun dunyo kuzatayotgan keng ko'lamli jarayonlar tugaganidan keyin o'zini qanday his qilgani haqida ma'lum qildi. Bu ulug'vor narsa emas, faqatgina huquqiy nuqtai nazardan jarayon tugadi, deya ta'kidlagan Brad Pitt. Hafta davomida Ulug'bek Rahmatullayev, DJ Piligrim, King Mozzarella kabi xalqimiz suygan san'atkorlar yangi qo'shiq va kliplarni muxlislar e'tiboriga taqdim qilishdi. Hafta davomidagi premyeralar bilan qisqacha tanishtirib o'tsam. O'ziga xos uslubda ijod qilib kelayotgan DJ Piligrim muxlislar e'tiboriga yangi qo'shiqni taqdim qildi. Qo'shiqning nomi ham san'atkorning o'ziga o'xshab noodatiy, Pari Mari. DJ King Mozzarella o'zining ilk Aqsin Gul nomli klipini muxlislar e'tiboriga taqdim qildi. Sezasanmi jonim, sen sabab telba bo'lganimni. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev Telba nomli yangi taronasini muxlislar e'tiboriga taqdim qildi. Telba, 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 telba yu devonaman. Daydi, 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 ko'chayda sarsonaman. Ko'plab mega hitlar ijrochisi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Tohir Sodiqovning Humo Arena majmuasida 35 yillik yubiley konsert dasturi bo'lib o'tdi. Konsert davomida tomoshabinlar uchun yorqin hitlar va unutilmas musiqiy raqslarga boy chiqishlar taqdim qilindi.
Tomoshabinlar nafaqat sevimli kuylarni eshitish, balki noyob vizual effektlar, maxsus sahna ko'rinishlari va albatta jonli chiqishlarning yuqori kayfiyatini his qilish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan shou biznes yangiliklari mana shulardan iborat edi. Efirda Pranovosti dasturi, studiyada boshlovchingiz Guli bo'ldi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr.